Yo bularni olma, yo bularni olma. Men olmayman. Yo siz olmayman. Siz o'zi kim? Aqranaman uka. Hujjatingiz bormi aqranalik haqida? Qanaqa hujjat ko'rsatdi? Aqranalik bo'yicha hujjat bo'lish kerak. Удостоверение sizni qani? Удостоверение. Aqranada qanaqa qilib удостоверение bo'lmasligi mumkin? Manga, hujjat bilan. Yo, overing. Keling gaplashaveramiz, keling videoda. Mana yo'q, videoda emas. Aqranaman deyapsiz. Men sizning gapingizga overgin nima o'chirasan? Overgin. Nima o'chirmasligi kerak? Nima uchun o'chirish kerak? Nima uchun o'chirmasligi kerak? Nima uchun o'chirish kerak videoni? Siz aqranaman deb oldimga kelyapsiz. Ismingiz nima? Qani удостоверениеңiz bormi? Ha, shunaqa deb kelmadingiz. Siz menga kelyapsiz, syomka qilish mumkin emas deyapsiz. Yo'q, jamoat joyiga kiradi вообще-то. Nima muammo? Qonunni gaplashasiz, to'g'rimi? Alo. Qonunni gaplash kerak, biz qonunni gaplashamiz, aka. Kim? Ruxsat olish kerak. Kimdan olish kerak? Mana menejer muzeydan borib olishingiz kerak. Shaxsiy joyda o'qib olishgan. Qayerchasi joy? Turgan joy. Jamoat joyi emasmi bu? Jamoat joyi. Xo'p. Jamoat joyida video olish mumkin emas demoqchisiz, to'g'rimi? Yo'q, siz tushunmayapsiz meni. Siz meni tushunmayapsiz. Mana Sizlar ham shunaqa chiroyli video syomka qilayotganinglarda kelib xalaqit berib boshing qotirsa agar nima deyish kerak, qanaqa javob berish kerak? Konstitutsiyamizning 33-moddasiga ko'ra har bir fuqaro axborotni erkin izlash va tarqatish huquqiga ega. Hech kim sizga kamerani o'chiring, videoga olmang mumkin emas deyishga haqqi yo'q. Ikkinchidan, ichki buyruq deyishi mumkin. Ichki buyruq uni o'ziga tegishli. Chunki u shu yerda ishlaydi, u shu ichki buyruqqa bo'ysunish kerak. Ichki buyruq bizga to'g'ri kelmaydi, biz unga bo'ysunishga majbur emas biz. Nima uchun desa, agar fuqarolik kodeksining 1-moddasiga asosan inson huquqlarini faqat va faqat qonun bilan cheklashi mumkin. Qanaqadir ma'muriyatning ichki buyrug'i qonuniy emas. U shunchaki qog'oz. Fuqarolik kodeksidan ustun tura olmaydi hech qaysi. Uchinchidan, prezidentimiz qarorlari bor. 35.9-sonli qaror unda turizm maskanlarida videoga olishga bo'lgan barcha to'siqlar bekor qilingan. Ochiqlik siyosatiga qarshi chiqish bu jiddiy xato hisoblanadi. Prezidentimizning ochiqlik siyosatlariga qanaqadir axrana to'sqinlik qila olmaydi. Agar o'sha qo'riqchi yana kelib boshingizni qotirsa, menga qarang. Videoni taqiqlaydigan qonun bormi, o'shani menga ko'rsating. Ko'rsata olmasangiz agar hozir ustidan 102 ga ariza qilaman 200-modda bilan. O'z boshimchalik deb baholayman bu narsani deysiz. Agar tushunadigan odam bo'lsa, o'zi tushunadi, ketaveradi. O'zi qayerda syomka qilish mumkin emas desangiz, agar metropolitendagi o'zi cheklovlar bor. Xodimlar, o'sha metropoliten xodimlari kiradigan xonalar, mashinasi, kabinasi, davlat strategik obyektlar, sud va huquqni muhofaza qilish organlari, shaxsiy hayot daxlsizligi, ya'ni bitta odam ruxsatsiz yaqindan kelib videoga olib o'sha narsani joylashga bizning haqqimiz yo'q. Shu menimcha hamma tushundi, hammaga foydali bo'ldi. Sizlar bilan yangi o'zbek